Bu taklifimizdan keyin fermerlar ancha pullarini tejab qolishadi. O'simliklarga tuproq orqali beriladigan mineral o'g'itlarning barchasi ham o'simliklar tomonidan to'liq o'zlashtirilmaydi. Keling ularni foizlarida ko'rib chiqamiz. Fosforli o'g'itlar amofos, superfosfat o'zlashtirilishi o'simliklar tomonidan 15-30%. Fosfor tuproqda qotib qolish xususiyatiga ega. Shu sababli o'simliklar tomiriga yetib borish juda qiyin. Azotli o'g'itlar karbamid, ammiak filtri o'simliklar tomonidan o'zlashtirilishi 50-70%. Karbamid mochevina suvda tez eriydi, agar noto'g'ri ishlatilsa havoda bug'lanib ketishi yoki tuproqda yuvilib ketishi mumkin. Keling endi o'simliklarni foliar oziqlantirish, ya'ni barglari orqali oziqlantirishni ko'rib chiqamiz. Barglarga purkalgan o'g'itlarning o'simliklar tomonidan o'zlashtirilishi 80-90% ni tashkil etadi. Chunki bu o'g'itlar o'simliklarning bevosita hujayralariga kirib boradi. Bunday mahsulotlarni esa faqat Baraka Agrodan topishingiz mumkin. Oldimda turgan ikkita mahsulot suyultirilgan karbamid va suyultirilgan amofos. Bular 1 litr hajmda bo'lib, 1 litri 2 gektargacha maydonga sizga bemalol yetib beradi. Har qanday o'simlik tomonidan barglar orqali purkalganda 80-90% gacha o'zlashtiriladi. Bu esa unumdorlikni yanada yuqori darajaga olib chiqishi mumkin. Jiddiy amofosni, ya'ni suyuq amofosni sizga tarkibini qisqacha tushuntirib o'taman. Azot 5%, fosfor 60%, kaliy 3%. Bitta udavlat qilishda, ya'ni bitta sepishingizda siz hosilingizni 3 ta ozuqa bilan bemalol oziqlantirishingiz mumkin. Xullas, barg orqali oziqlantirish o'simlikni ancha hosildorlik darajasini yuqoriga olib chiqadi.